Rossiya tomon dahshatli hujumlar boshlandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ukraina Rossiya bo'ylab eng yirik dronlar hujumini amalga oshirdi. 11-martga o'tar kechasi Ukraina dronlari Moskva shahri va Moskva oblastiga hujum qildi. Poytaxti meri Sergey Sobyanin ertalabki soat 8:45 ga qadar Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari ukrainlarning Moskva tomon uchgan 74 ta dronlarini urib tushirganini ma'lum qildi. Keyinroq mamlakat mudofaa vazirligi jami 343 ta Ukrain dronlari urib tushirilganligini bildirdi. Shundan 91 tasi Moskva, 126 tasi esa Kursk tomon uchirilgan bo'lgan. Moskva oblastidagi dronlar hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'lib, 18 kishi yaralangani haqida hudud gubernatori Andrey Vorobyov xabar berdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi jabrlanganlardan 3 nafari bolalar ekanligini ma'lum qilmoqda. Voqealar davomiyligini bizda kuzating. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.